Bugun insoniyat yangi sivilizatsiya bosqichiga, sun'iy intellekt davriga dadil qadam qo'ymoqda. Chunki zamon shuni talab qilyapti. O'zbekistonda ham davlatimiz rahbari tomonidan sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha alohida qaror qabul qilinib, sohaning huquqiy asoslari yaratildi. Ma'lumotlarga ko'ra, qisqa davrda davlat xizmatlari, bank, moliya, jamoat xavfsizligi, transport kabi yo'nalishlarda 30 dan ortiq pilot loyihalar ishga tushdi. Muhimi, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasiga ham sun'iy intellekt joriy etildi. Hozirda nazorat qilish inspeksiyasi hamda hududiy inspeksiyalarda tashkil etilgan onlayn kuzatish markazlari orqali davlat hisobidan qurilayotgan obyektlarni masofadan nazorat qilish tizimi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Jumladan, Jizzax viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasida ham qurilish obyektlarini onlayn kuzatish markazi tashkil etildi. Hozirgi kunda inspeksiyamizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 66-sonli farmoyishiga asosan shu inspeksiyamizda onlayn kuzatuv markazlari tashkil qilingan. Bundan tashqari shu hududlarga biriktirilgan inspektorlarimizga body kameralar va maxsus planshetlar berilgan. Nazorat tadbirlarini shaffof olib borilishi uchun shu hozirgi kunda shu hududlarga biriktirilgan inspektorlar tomonidan obyektlarga joyida o'rganishlar olib borilganda body kamera va maxsus planshetlar orqali nazorat ishlari amalga oshiriladi. Inspektor tomonidan obyektga kirilganda body kameralar yoqiladi va loyihaga zid ravishda aniqlangan kamchiliklar yuzasidan maxsus planshetlar orqali bajarilishi majburiy bo'lgan belgilangan muddatda ko'rsatmalar berib boriladi. Shu onlayn kuzatuv operatorimiz o'tirib, belgilangan tartibda aniqlangan kamchiliklarni inspektorga ma'lum qiladi. Inspektor tomonidan shu qaysi hududda aniqlangan bo'lsa, hududga biriktirilgan inspektor tomonidan maxsus planshetlar orqali loyihaga zid ravishda aniqlangan ishlar bo'yicha ko'rsatmalar berib boriladi. Shu joriy yilda oladigan bo'lsaylik, shu onlayn kuzatuv orqali 300 dan ziyod kamchiliklar aniqlandi. Bunda shu inspektorlar tomonidan o'sha obyektlarga bajarishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berildi. Shu ko'rsatmalarning ijrosi hozirgi kunda ta'minlab borilmoqda. Oldinlari bizda nazorat tadbirlari davomida shu hududlarga biriktirilgan inspektorlar tomonidan loyihaga zid ravishda aniqlangan kamchiliklar yuzasidan ko'rsatmalar qo'lyozma asosida berilardi. Ko'rsatmalar aniqlangan kamchiliklar holati yuzasidan shu ko'rsatmalarga muddat qo'yiladi. Obyektni buyurtmachisi, buyurtmachining texnik nazoratchisi, pudratchining ichki nazoratchisi va loyihachining mualliflik nazoratchilariga kimga tegishli kamchiliklar aniqlansa, o'shanga maxsus planshetlar orqali belgilangan tartibda ko'rsatmalar beriladi. Agar obyektda qo'pol ravishda kamchiliklar aniqlansa, ya'ni obyektni konstruksiyalar, yuk ko'taruvchi konstruksiyalarga zid ravishda, seysmik qoidalarga zid ravishda, zilzila hududlarga, inson salomatligiga ta'sir qiluvchi kamchiliklar aniqlansa, obyektda inspektor tomonidan joyda demontaj qilinadi, ya'ni buzdirilib, loyiha asosida qayta bajarilishi amalga oshirilmoqda. Mazkur onlayn kuzatish markazi sun'iy intellekt asosida ishlovchi elektron dasturlar bilan ta'minlangan. Bu qurilish jarayonlarini avtomatik tarzda va yuqori aniqlikda kuzatish, kamchiliklarni tezkor aniqlash hamda bartaraf etish choralarini ko'rish imkonini beryapti. Tasvirga olish vaqti ham operator tomonidan noqonuniy xatti-harakat kuzatildi va u qisqa fursatda bartaraf etildi. Alimardon aka, assalomu alaykum. Alimardon aka, Jizzax shahar ittifoq mahallasida qurilayotgan buyurtmachiga tegishli binoda ishchi xodimlar maxsus kiyimsiz, maxsus bosh kiyimsiz ishlamoqda. Shunga borib yozma ko'rsatma berib chorasini ko'rsangiz. Ijodiy jamoamiz bilan kamchilik kuzatilgan qurilish obyektiga yo'l oldik. Nazoratchining o'z vaqtida ogohlantirishi natijasida mas'ullar Jizzax shahri ittifoq mahalla fuqarolar yig'inida qurilayotgan 5 qavatli turar joy binosida ishlayotgan ishchi xodimlarga maxsus kiyim bosh tarqatishdi. Xavfsizlik choralarini ko'rishdi. Hozirgi kunda bizda firmamiz Jizzax shahrining o'zida 3 ta joyda obyektlarimiz ish jarayoni ketmoqda. Bu yerda bir tapadagi 5 etajli domimiz 20 xonadondan iborat. Boshqa obyektlarimiz esa 9 qavatli binolarimiz qurmoqdamiz. Mana hozirgi vaqtda ish jarayonimiz ketayotgan bir paytda Qurilish nazorat inspeksiyasi tomonidan hozir bizda
kamchiliklar o'sha onlayn tizimlar orqali aniqlanib, bizga ma'lum qildi. Shuna kamchiliklarni bartaraf qilmoqdamiz hozir mana. Bizni o'sha ish jarayonini nazorat qilishimizda bizga ham yengillikda bu. O'sha nazoratchilar bizga telefon qilib kamchiliklarni to'g'rilasak, ishimizning sifati yanada yaxshi bo'ladi. Shu sohada ishlayotganimga 5 yil bo'ldi. Oldinlari bu sohada hamma yozma ko'rsatmalar, qurilishdagi kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha yozma ravishda ko'rsatmalar berilardi. Quruvchini chaqirib kelish, ishxonaga uni imzo qo'ydirib olish, hammasi qiyinchilik bo'lardi. Hozirgi kunda qurilish sohasida keyingi davrlarda chiqqan qarorlarga asosan kuzatuvlar hammasi onlayn, maxsus bizlarga planshetlar berilgan. Bularda obyektlarda kamchiliklar aniqlanib, shu planshetlar orqali yozma ko'rsatmalar beriladi. Buyurtmachining texnik nazoratchi, ichki nazoratchilar, mualliflik nazoratlariga ularning kulishlariga avtomatik ravishda xabar bo'lib boradi. Qurilishda nazorat ishlarini olib borishda bizlarga maxsus bodi kameralar berilgan. Bular maxsus operator shtablarga ulangan. Bunda ishxonada o'tirgan holatda ham obyektlarni kuzatib, obyektdagi kamchiliklar bo'yicha birdan pudratchi buyurtmachilarga telefon orqali yoki joyga chiqib birdan joyida bartaraf qilish juda oson bo'lmoqda. Hamda bu qurilishni sifatli nazorat qilish va sifati keyingi davrlarda yaxshi bo'lib bormoqda. Uy-joylarning inson hayotidagi ahamiyati juda katta, chunki u yerda inson dam oladi, kuch to'playdi va sog'ligini mustahkamlaydi. Uy-joy insonning asosiy ehtiyojlarini qondiradi. Uning xavfsizligi, shaxsiy chegaralarini saqlash va shaxsiy mulkka ega bo'lish huquqini ta'minlaydi. Shu sabab ham aholi uchun turar joy binolari qurayotgan quruvchi texnologlardan katta mas'uliyat va e'tibor talab qilinadi. Shunga ko'ra, nazorat inspeksiyasining qurilish sinov laboratoriyasi, bino inshootlarini texnik holatini o'rganish bo'limi zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlandi. Armatura, beton, g'isht, xullas qurilish jarayonida ishlatiladigan barcha mahsulotlar laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazilib, undan keyin tavsiya berilyapti. Buyurtmachi tomonidan olib kelingan beton namunalarimiz hozir mustahkamlikka sinash jarayoni bo'lib o'tdi. Bunda B20 sinfiga mansub bo'lib, bunda beton namunalarni mustahkamda sinaganimizdan keyin, press olganimizdan keyin GOS 22690 bo'yicha, E ilovasi bo'yicha E1 ko'rinishida chiqdi, qum soat ko'rinishida. Shunda qilgan sinovimiz to'g'ri bajarilganligini bildiradi va sifatli qurilishga ishlatsa bo'ladi. Bugungi kunda qurilish sinov laboratoriyamizda zamon talablariga mos javob beradigan yangi rusumdagi texnologiyalardan foydalangan holatda qurilish mahsulotlarini sinovdan o'tkazib kelmoqdamiz. Barcha kerakli uskunalar bilan jihozlanganmiz. Namunalarni tanlab olish usuli bilan buyurtmachi tomonidan qabul qilib olamiz yoki borib tanlab olamiz joyiga borgan holatda. Aynan armatura, po'lat armaturani cho'zilishga, egilishga mustahkamligini sinovdan o'tkazamiz. Yana bir boshqa apparatimizda gidravlik pressimiz bor. Unda beton namunalarni mustahkamlikka sinaymiz. Bu mahsulotlar faqat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarmi yoki xorijda ishlab chiqarilayotgan? Yo'q, xorijda ishlab chiqarilgan bo'ladimi, respublikamiz hududida ishlab chiqarilgan bo'ladimi? Barcha mahsulotlarni sinovdan o'tkaza olamiz. Yaroqsiz deb topilgan mahsulotlarni inspeksiyamizga bildirgi sifatida kiritib boramiz. Shuningdek, bizning laboratoriyamiz akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriya hisoblanadi va bizda natijalar ishonchliligi o'ta yuqori ko'rsatkichda turadi. Darvoqe, bugungi kunda yangi uy-joy xarid qilgan fuqarolarni ko'p qavatli kvartiralarning tabiiy va texnogen ofatlarga bardoshliligi, sifati hamda uning mustahkamligi qiziqtiradi. O'ylab qarasangiz, uy-joy mulkdorlarining xavotiri o'rinli. Shu sabab ham laboratoriya xodimlari qurilish-montaj ishlari ketayotgan obyektlarga borib, uylarning seysmik holati hamda zilzilaga bardoshliligi yuzasidan o'rganishlar ham olib bormoqda. Bugungi kunda qurilish sinov laboratoriyalari zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan bo'lib, Schmidt bolg'asi ham shular jumlasidandir. Ushbu moslama qurilish obyektlaridagi quyma beton ustunlari hamda quyma to'sinlarning sifatini tez va samarali aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga u qurilish ishlarining sifatini nazorat qilish va konstruksiyalarning mustahkamligini aniqlashda katta yordam beradi. Schmidt bolg'asi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, qurilish sinov laboratoriyalarida beton mustahkamligini buzmasdan aniqlash uchun qo'llaniladigan sinov moslamasi
moslasi hisoblanadi. Ushbu moslama beton yuzasiga zarba berish orqali qaytish ko'rsatkichini o'lchaydi va shu ko'rsatkich asosida betonning siqilish mustahkamligini aniqlaydi. Misol uchun, xuddi shu va boshqa jihozlar yordamida quyma beton ustun ichidagi armatura joylashuvi hamda beton mustahkamligi tekshiriladi. Mutaxassislar davlat standartlashtirish talablariga asosan 22690 bo'yicha har bitta vertikal quyma beton ustunidan 6 tadan uchastka tanlab olib, 9 tadan maxsus uskuna orqali natija olishdi. Onyx apparati bilan beton ustuniga ziyon yetkazmagan holda sinov o'tkazilib, buyurtmachiga taqdim etildi. Hududda amalga oshirilayotgan qurilish ishlarini Jizzax viloyatining barqaror rivoji, aholi turmush darajasini oshishi va kelajak avlod uchun qulay muhit yaratish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholash mumkin.